Assalamu alaikum. Oş oblasının Nokat rayonunun yaşauvchilari. Bugun biz Nokat shaharынан valyutalar ko'rsatamiz, obyektiga chiqarishimiz. Hurmatli tug'anlar, rubl ko'tarilib qolibdi. Suyunchi beringizlar. Rubl ko'tarilib qolyapti. Biz birinchilab mana Fransiya Kredit Bankka keldik. Fransiya Kredit Bankda 82.80 dollar, 82.50 euro, 1.33,5 tiyin rubl ekan. Rubl ko'tarilib qolibdir. Sizlarga suyunchi qatorida aytamiz. Daha boshqa banklarga boramiz, boshqa banklarda qancha ekanini ko'rsatamiz. Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 80 so'm 40 tiyin dollar, 82.00 euro, 1.33,5 tiyin rubl ekan. Rubl ko'tarilib qolibdi tug'anlar. Bu yerda shunday ekan Ekoislom bankda. Hozir Boychun bank var. Boychun bankda qancha ekan shu yerdan ko'rsatamiz. Valyutalarga keldik. Valyutalarda 83 so'm 40 tiyin dollar, 1 so'm 32 tiyin rubl, Qozaq tenge so'm 2 tiyin, O'zbek so'mi 75 tiyin ekan. Bu yerda valyutalarda shunday. Boychun bankka keldik. Boychun bankda 82.50 dollar, 83.00 euro, 1.33,5 tiyin, 1.33,5 tiyin rubl ekan. Boychun bankda da shunday. Boshqa yerga boramiz, boshqa yerda qanday ekan hozir ko'ramiz. Kapital bankda qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. Qirg'iziston bankka keldik. Qirg'iziston bankda 80 dollar, 60 euro, 1.33,5 tiyin rubl ekan. Qirg'iziston bankda shunday. Azalja bank var. Azalja bankda qancha ekan shu yerdan ko'rsatamiz. Do'st Kredit bankda da 81.50 dollar, 82.00 euro, 1.33,5 tiyin rubl ekan. Rubl bu yerda Do'st Kredit bankda da ko'tarilib qolibdi tug'anlar. Aziya bankka keldik. Aziya bankda 83.00 dollar, 83.50 euro, 1.35 tiyin rubl ekan. Bu yerda da rubl ko'tarilib qolibdi tug'anlar. Aziya bankda da ko'tarilib qolibdi. Hozir Do'st Kredit bankka boramiz. Do'st Kredit bankda qancha ekan shu yerdan ma'lumot beramiz. Do'st Kredit bankda ko'tarilibdir. Euro meni dollar meni euro birda ekan. Bu yerda 1.33 tiyin ekan. Rubl Boqay bankda kurslar ko'tarilibdir. Hozir sizlarga Kompanion bank var. Kompanion bankda qancha ekan shu yerdan ma'lumot beramiz. Kompanion bankka keldik. Kompanion bankda 80 so'm 70 tiyin dollar, 82.00 euro, 1.35 tiyin rubl ekan. Bu yerda da Kompanion bankda ko'tarilib qolibdi. Hurmatli tug'anlar, hozir biz sizlar bilan qo'shilib qo'yamiz. Daha ko'rsatamiz. Optima bankka keldik. Optima bankda 82.80 dollar, 82.80 euro, 1.35 tiyin rubl ekan. Bu yerda da Optima bankda da ko'tarilibdir. Hurmatli tug'anlar, tushunsangiz bo'ladi. Shuning bilan bugungi Nokat xorijiy valyuta kanali bilan xayrlashamiz. Xayrlashmaysizlar men qaysi mal bo'lsa tilab xizmatimizga tayyormiz. Bizga loyiq bo'lsa kommentar yozib qo'yingizlar. Biz sizlarning xizmatingizga doimo sizlar bilan qo'shilib qo'yamiz. Omon bo'lingizlar, bor bo'lingizlar. Nokat xorijiy valyuta kanali doimo sizlar bilan xizmatingizda. Assalomu alaykum demoqchi. Ertaga sog'liq ko'rishga tinch bo'lingizlar. Ana aytayotgan narsa ertangi Afg'onistondan bayramini qutlaymiz. Bor bo'lsin. Ko'p yashashsin demoqchiman. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qo'shilishamiz. Shuni bugungi ko'rsatib sizlarning nimaga qo'shilishamiz. Sizlar bilan xayrlashib qo'yamiz. Tog'i xohlasa Alloh nasib qilsa ertaga jolishamiz.